Onam telefon qiluvdi. Yana mazasi yo'q bo'lib qoldimi ekan. Vrach aytuvdi, onangiz ehtiyot qiling, deydi. Qani boraveraychi, bir gap bo'lar. Bir 110 ming pul topaman. Bu topganim doriga yetmaydi-yu. Akalarimga telefon qilaman shekilli. Eplanolmayapman. Bo'pti, qani bir gap bo'lar, kiraveraychi. Onam keldim işte. Qanisiz? Onaginam, yana ish qilyapsizmi? Doktor aytdi sizga ishlamayman deb. Voy, keldingmi bolam? Kelin uyga ketdi-yu. Kelin yo'g'ida ichni tozalab qo'ydi odam. Hech mazam bo'lmayapti o'zi. Voy. Onaginam, sizga nima bo'ldi? Sizga mana shu ishlar zararlimi deya? Keliningiz kelib o'zi qilar edi ishlarni. Onaginam, o'zingiz ehtiyot qiling. Hali bizga ko'p keraksiz. Aziz yo'qqa o'xshaydi. Men hozir doktor olib kelaman. O'tiring. Qo'y bolam, ovora bo'lma, doktor aytdi. Qo'y, doktor kerak emas. Yana doktor chaqirasanmi? Qo'y bolam, keragi yo'q. Doktor kerak emas dema. Men hozir darrov borib olib kelaman. Siz o'tirib damingizni olib turing. Alo, assalomu alaykum. Doktor yaxshimisiz? Yana onam mazasi yo'q bo'lib qoluvdi, tezda bizga kela olmaysizmi? Xo'p, men eshikda kutib turaman, tezroq keling. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Nima bo'lyapsiz? Mazam bo'lmayapti bolam. Davlingizni o'lchab turamiz endi.